Assalomu alaykum Asilbek obunachilari. Sizlarga yuklarimizni tanishtirib boramiz albatta. Aka, bularimiz necha pul bo'lyapti? 8 ming. Rasvetkalar necha xil materiali? Setka. Setka bo'ladi. Necha xil rasvetkada bo'ladi akajon bular? 10 xil bo'ladi ekan. Bitta boylamda 50 tadan bo'lar ekan. Juda ham arzon va sifatli bo'lgan ishlarimiz. Klientlarimiz juda ham suyib olishadi buni. Mana bu modellarimiz bor. Juda ham katta razmer, material likra bo'ladi bularimiz. Standart bo'ladi. 8-9 yoshlarga bemalol tushadi. Narxlarini 20 ming qilib berdik. Ikkita razmerda BMW modellarimiz Turk hibidan juda ham chiroyli. Bularimizni 18 ming qilib berdik. Mana bu ishlarimiz bor. Bolalarimizga 4-5 yoshga tushadi. Qiz bola, o'g'il bola juda ham assortimentimiz ko'p. Bularimizni narxi 16 ming so'm. Klientlarimizga juda ham yangilik, mana Dior modelimiz sotuvda. Yangi sveji. Yangi ishlarimiz bor. Aytaverasizlar bemalol. Bular narxini 20 ming so'm qilib beramiz. Qizlarga xon qizi modelimiz 4-5 yosh bo'ladi. Juda ham chiroyli. Bular narxini oxiri 16 ming qilib belgilaymiz. Juda ham chiroyli. Bolalarga 6 yoshga likra modellarimiz 10 xil rasvetkada bor. Bular narxini 18 ming qilib beramiz. Sakura modellarimiz 26 mingdan Optumga. Milano bu modellarimiz, Turk hibilarimiz, albatta biz assortimentlarimiz ko'p. Bemalol aytaverasizlar. Juda ham yangi tovarlarimiz ko'p. Telefon nomerlarimiz 24 soat ishlaydi. Doim aloqadamiz sizlar uchun. 12 viloyatga dastavkamiz bor, chiqarib beramiz. Mana top modellarimiz, begi modellarimiz, bularimizni hammasini materiali likra bo'ladi. Birinchi sort, ikkinchi sort ishlatilmaydi. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. To'qima modellarimizni ham tikishni boshladik. Xudo xolasa 2 haftalarda sotuvga tayyor bo'ladi. Bemalol aytaverasizlar. Hamma modellarimizdan bor.